Hozir uzumga tovar tayyorlash jarayonlaridamiz. Sizlarga jarayonlardan qisqa lavhalar berib boramiz. Videoni oxirigacha ko'ring. Umuman uzumga qanaqa tovar tayyorlash haqidagi umuman jarayonlar ko'rsatib boramiz xolos. Shuncha tovar tayyorlandi mana bizda kun qahramonimiz. Tovar tayyorlayapti, o'zini tovar tayyorlayotgandek ko'rsatyapti mana. Turib ketmoqchi bo'lyapti. Osmonga, ko'chaga, boshqa joylarga qarayapti. Bu ishtirok chiqaring deyapti. Bu janob уже xullas nima qilyapti deyapmiz. Tushuntirib bera olmayman hozir. Bu narsalarni so'zlar bilan tasvirlab berish biroz mushkul. Xullas shunaqa gaplar. Sizlarga jarayonlarda tezlashtirilgan kadrlarda ish jarayonlari qanaqa ketishini sizlarga ko'rsatib beraman hozir. Uzoqlashmang bizdan. Shtrix kod chiqaryapti hozir. Mana sizlarga ishlash jarayonlarini ko'rsatib, mana omma xalqqa ko'rsatyapman. Qanaqa ishlayapti mana shu bola Asadbek degan bola. To'g'rimi Asadbek? Mana. To'g'ri nima ish qilyapsiz? Telegramga post qo'yapman. Telegramga post qo'yasiz? Odamlarga bir manfaat beryapsizmi? Bir foyda tegayapsizmi odamlarga? Kelinglar sizlarga ham ko'rsataman. Akamizni savdo tushishi. Savdo tushgan deb o'ylaydi, lekin 10 kunlik tahlil yo'qligi uchun mana shunaqa ko'rsatkich bo'lgan. Agar 10 kunligini tahlil qilganda bu ham mana tekis ketgan bo'ladi. 60 ta yo 70 tadan bo'lardi. Ko'rgan bo'lsanglar tushib ko'tarilgan. Nima xato bo'lgan hozir bu yerda? Mana shuni 5-kuni masalan 80 ta sotilgan bo'lsa, 6-kuni, 7-kuni shuni yana sonini to'g'rilab olib borib qo'yganda 11-gacha yo 15-gacha 10 kunlikka olib borib qo'ysa, shu tushish bo'lmasdi, savdo tekis ketardi. Aylanmasi ham yaxshi, foydasi ham yaxshi bo'lardi. Ajoyib, o'ta foydali maslahatlar berdingiz. Sizlarga ham agar shunaqa foydali maslahatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bilasizlar, mana shu YouTube sahifamizga obuna bo'lib qo'ying, bizni kuzatib boring. Shunga o'xshagan foydali ma'lumotlar berib boramiz. Davom etamiz unda. Shuncha tovar tayyorlandi mana hozir. Ish jarayonlari qizg'in tarzda ketyapti. Bizning yangi loyihamiz bu. Jarayonda bitgandan keyin qanaqa loyiha ekanligini ko'rsatib o'taman. Xullas, biz tovar tayyorlab bo'ldik. Mana bizning kun qahramonimiz yetib keldi. Asadbek. Sizdan ozgina intervyu olmoqchiman. Bugungi kuningiz qanday o'tdi? Tovar tayyorlash bo'yicha o'zingizni hissiyotlaringiz bilan bo'lishingizni iltimos. Hammasi yaxshi o'tdi. Jarayonlarni tugatdik. Nasib bo'lsa, yaxshi hammasi. Zo'r. Mikrofonni bering. Rahmat. Xullas, tovar tayyorlash jarayoni yakuniga yetdi. Ko'rishlaring mumkin. O'sha tovarni tayyorlab tashladi mana shu bolani o'zi. Gap yo'q, dushi. Shunaqa uzumda real jarayonlarni ko'rib turish uchun siz bizga obuna bo'lib qo'ying. Altis jamoasini kuzatib boring. Mayli, charchamanglar.